dunyoda topganim nima? Arzimaydi o'zizdan dada. Quvvat olib yashayman faqat sizni aytgan so'zingizdan dada. Kamingizni bildirmagansiz, g'amingizni bildirmagansiz. Bardosh qilib ko'zingizdagi namingizni bildirmagansiz. Tog'dan tushmas qor bo'ling dada, baxtim uchun bor bo'ling dada. G'ururimsiz or bo'ling dada, baxtim uchun bor bo'ling dada. Tog'dan tushmas qor bo'ling dada, baxtim uchun bor bo'ling dada. G'ururimsiz or bo'ling dada, baxtim uchun bor bo'ling dada. Sababim dadam, iziz qibla tarafim dadam. Siz tufayli bor mening nomim, sha'nim o'zim sharafim dadam. Do'stim ulgur ko'zingni ochgin, to'yib quchgin, bag'ringga bosgin. Senga aytolmaydi qalbida, senga mehri daryodek toshqin. Omadimga yor bo'ling dada, baxtim uchun bor bo'ling dada. Qalb so'zimda tor bo'ling dada, baxtim uchun bor bo'ling dada. Ey omadimga yor bo'ling dada, baxtim uchun bor bo'ling dada. Tor bo'ling dadam, ey baxtim uchun bor bo'ling dada. Yutug'imda suyanganimsiz, gar qoqilsam kuyunganimsiz. Ko'zingiz och qolganda ham o'zi yemay ilinganimsiz. Do'stim ulgur ko'zingni ochgin, to'yib quchgin, bag'ringga bosgin. Senga aytolmaydi qalbida, senga mehri daryodek toshqin. Tog'dan tushmas qor bo'ling dada, baxtim uchun bor bo'ling dada. G'ururimsiz or bo'ling. They said I was nothing but a troublemaker, never up to no good. You were the perfect all-American girl, wouldn't touch me even if you could. But you were sneaking out your window every night, riding shotgun in my car. We go to the river and find us a spot, and we probably went a little too far, just a little too far. 'Cause I was gonna be your forever, and you were gonna be my wife. We didn't know any better, didn't have a clue about life. But I was what you wanted, you were what I needed, and we could meet in between. We were gonna be the greatest love story this town had ever seen. So you went off to college and I got a job. I was working at 9 to 5, dreaming of the days when you were in my arms. I'd never felt so alive. I spent my days working
and spend my nights drinking, howling at the moon, screaming for the days when you were coming back. No, it couldn't come too soon, couldn't come too soon. When I was gonna be your forever, and you were gonna be my wife, but you went off to find better, and I was learning all about life. But I was what you wanted, you were what I needed, and we could meet in between. We were gonna be the greatest love story this town had ever seen. So you came back after a long 4 years. Your college boyfriend didn't work out, so we went out for a couple of drinks to find out who we are now. Sure, we changed, but way deep down you had the same old feelings for me. I went to the store and bought you a ring, and I got down on one knee, down on one knee, and I said, I wanna be your forever, so baby, will you be my wife? And now that we know a little better, we could have a real nice life. 'Cause I'm what you want and you're what I need, so let's meet in between. We're gonna be the greatest love story this town has ever seen. We're gonna be the greatest love story this world has ever seen. So baby, say yes to me. Otamga qo'l bergan har bitta inson dunyoda eng yaqin odamday aziz. Do'stga eshigimiz ochiq har qachon, otamning do'stlari otamday aziz. Otamga qo'l bergan har bitta inson dunyoda eng yaqin odamday aziz. Do'stga eshigimiz ochiq har qachon, otamning do'stlari otamday aziz. Ular nasihati, suhbati menga dil yashnar eng yorug' olamday aziz. Hayotning o'rgatgan hikmati menga otamning do'stlari otamday aziz. Ular nasihati, suhbati menga dil yashnar eng yorug' olamday aziz. Hayotning o'rgatgan hikmati menga otamning do'stlari otamday aziz. Otamga qo'l bergan har bitta inson dunyoda eng yaqin odamday aziz. Do'stga eshigimiz ochiq har qachon, otamning do'stlari otamday aziz. Otamga qo'l bergan har bitta inson dunyoda eng yaqin odamday aziz. Do'stga eshigimiz ochiq har qachon, otamning do'stlari otamday aziz. Ularning ortidan bosgan har izim, otam bosgan har bir qadamday aziz. O'g'liday duosini olayin o'zim, otamning do'stlari otamday aziz. Har bir ma'suma pok o'zbek ayoli mening dildashi olib qalbimiz butun, to'yinayim dasturxon bugun. Dildashi olib qalbimiz butun, to'yinayim
Qochganlarni yod qilmadimiz, do'stlar ko'nglini shod qilmadimiz. Chunki bugun siz tug'ilgan kun, do'stlar ko'nglini shod qilmadimiz. Baxtiyor va siz tug'ilgan kun, chunki bugun siz tug'ilgan kun. Ömrünüz ağzın bahtiyar aka. 100 yaşlarınızı malik hammamizga bilishib shu 100 yoshni nishonlab beraylik. Ömrünüz ağzın. Rahmat, salomat bo'ling. Hozir davramizni ochib berish uchun Komilxon Eshonboyimiz davramizga taklif etamiz. Bir chiroyli tabriklar, dil izhorlar qolaversa bugungi mana shunday dil shodiyonasi davom etayotgan ayni daqiqalarda bugun Baxtiyor tog'amizni qalblarini, yuraklarini, bag'irlarini to'ldirib turgan bir guruh do'stlari bor. Ana shunday hurmatli qadrdonlardan biri Eshonboyimizni davramizga taklif etamiz. Albatta chiroyli qilib davramizni ochib berishlari uchun marhamat keling. Assalomu alaykum. Hurmatli aziz mehmonlar, hojibolar, amakilar, mana shu yerda o'tirgan xo'ja ahli, Qashqadaryodan tashrif buyurgan aziz mehmonlar, xush kelibsizlar. Qadamlaringga asanat. Mana bugun beli yig'ilishimizning sababchisi Baxtiyor akamni, rais bolamni bugun 60 yoshiga yubileyini nishonlayapmiz. Baxtiyor aka sizga uzoq umr, sog'lik, salomatlik, bundan ham kattaroq, bundan ham zo'rroq hurmatga loyiqsiz. Viloyatda, respublikada o'rningiz bor Baxtiyor aka. Mana yana sizga yana 60 yil berishni xalqning xizmatini qilib bering hamda. Shuncha nevaralarni ko'rib ta'sirlanib ketdi odam, mana shularning huzurini ko'ring. To'ylarni qilib, ularni uylantirib, kelin qilib kuzatib, ular to'yda qatnashib, o'sha ota raisni qilmasadan birov so'zlash sizga nasib bo'lsin degan bo'lsin. Endi akamni bugun ajoyib kuni, juda ham ko'tarinki ruhda boshlanyapti. Mana hoji akam kelgan. Hoji aka qadamlaringizga asolat. Sog' salomat bo'lasiz. Shu fursatdan foydalanib biz gashtakchilar bir arzimas sovg'a tashkillashtirdik. To'ylarga keyin rais xo'jam to'ylarga keyin hoji bolalar bu hoji bobo kiyib bering. Xo'p, davramiz ochiq. Dasturxonlar sizlarga muntazir. Ana bundan keyin ukamiz, og'aynimiz to'yni davom etkazadi. Biz stolda o'tirib nasibda rahmatlijan davom etkazadi. Biz tinglab tomosha qilamiz. Bugun ajoyib zo'r dam olamiz degan niyatdamiz. Marhamat rais bobo. Rahmat. Assalomu alaykum hurmatli qaddidan-da qadrbaland hurmatli aziz mehmonlar, qolaversa jigarlar, bugungi mana shunday hurmatli Baxtiyor tog'amizni, ustozimizni yonlarida turib yaxshi kunlarga kamarbasta bo'lgan aziz mehmonlar, xush kelibsizlar. Fayzli dasturxonimiz sizlik aziz mehmonlar uchun ochiq. Bugun Baxtiyor tog'amiz haqida qancha bir chiroyli so'zlar aytsak oz, sababi mana shu insonga havas qilib, ana shu insonni bir chiroyli she'rlarni yod olib, mana shu elimizni, xalqimizni xizmatiga kirishga sababchi bo'lgan ustozni, tog'amizni, jigarimizni Allohim umrlari uzoq bo'lsin, sog' salomat bo'lsin. Yaqindagina mana ustozimiz Rustam akani xizmatlarida bo'ldik. Mana Abdunab akamning xabari bor. Shu inson so'radi va aytdikki, dedikki, unaqangi bo'ri insonlar 100 yilda bir tug'iladi. Haqiqatan o'zini trenddan va san'atdan bir chiroyli, sehrli insonlarning qalblarini, yuraklariga ana shu qalb torlarini chertadigan so'zlar ustozda bor. Bugun ana shunday umringiz uzoq bo'lsin. Ko'plab shogirdlarning g'azonlari sizlarni mana shu tarbiyangiz qolaversa sizlarga havas qilib mana shu qaynab kelyapti. Bugungi mana shunday dilshodiyonasi davom etayotgan ayni daqiqalarda bugun farzandlar, qarindoshlar, qadrdonlar, jigarlar barchani nomlaridan yana bir bora mana shunday yubiley to'ylaringiz muborak bo'lsin. 100 ga kirganda ana shu nabiralar, farzandlar, evara-chevaralar ham hamroh bo'lsin. Bugun mana shunday hurmatli aziz xalqimizni, elimizni sevimli farzandlar mana shu bugun bir dasturxon atrofiga jam bo'lishgan. Bugun ana shunday hurmatli aziz qadrdon san'atkorlarimiz bir emas, bir nechtalab bugun Baxtiyor tog'amizni, ustozdan
mana shu yaxshi kunlarda xizmat qilamiz deb kelgan hurmatli aziz san'atkorlarimiz ko'p. Ana shulardan biri bugungi bir chiroyli o'zlarini sohir nafas ovozlari bilan elimizni, yurtimizni olqishlarini olib kelayotgan, qolaversa kechagina konsert dasturlarini taqdim etgan Dalirbek Saidov boshchilik san'atkorlar davramizda demak navbatni san'at ahliga taqdim etamizda. Bugungi mana shunday chiroyli ko'tarinki ruh bilan ana shu fayzli to'yxonamizda bo'layotgan bir chiroyli yo'qli to'yni ko'tarinki ruh bilan boshlab olamiz degan umiddamiz. Azizlar, bugun mana shu davramizda san'atkorlar, ustozlar juda ham ko'p. Shu sababli birin-ketin bir chiroyli qilib kezi kelganda, o'rni kelganda albatta ustozlardan, yoshlardan, san'atkorlardan barchalarini san'atidan bahramand bo'lamiz degan umiddamiz. Va albatta bitta chiroyli guldiroz qarsaklar bilan Dalirbek Saidovni davramizga taklif etamiz. Marhamat. Shirin nafas bilan kuylaydi hofiz, goh hijron alamdan so'ylaydi hofiz. Bilmam nelarni o'ylaydi hofiz. Siz o'zbek o'g'lisiz, o'zbek o'g'lisiz, san'at osmonining bir yulduzisiz. E'tibor markazlaringizda Dalirbek Saidov kuylaydi. Marhamat. Avvalambor assalomu alaykum hurmatli aziz mehmonlar, hurmatli otaxonlar, aka-ukalar, aziz ustozlar. Bugun mana bir aziz ustozimizni, Baxtiyor akamizni xursandchilik kunida sizlar bilan diydor ko'rish nasib qilgan ekan. Bag'oyat xursandmiz. Alloh mana 60 qilibdi, iloji 70, 80, 100 bo'lsin. Alloh taolo har kimni o'zi bo'lib qo'yib bergan rizq nasibasi bor. Shu bergan rizq nasibasiga iloyim Alloh baraka bersin. Qanchaki umr bergan bo'lsa, men sizlardek aziz insonlarni, do'st yorlarni davrasida faqat o'tkazish nasib qilsin. Bizlar bugun shogird sifatida, hamkasb sifatida, do'st sifatida, chunki bizlar Baxtiyor akani farzandi qatori bo'lsak ham juda ham bir-birimiz bilan yaqinmiz. Oilaviy bordi keldi desak ham mubolag'a bo'lmaydi. Bu yerda ustozimiz o'tiribdi, Nabaka. Xudo xolasa o'zi so'zga alohida chiqadilar u kishi. Bizlar juda ham bir-birimiz bilan qalban yaqinmiz. Shuning uchun hammalaringiz xush kelibsizlar. Bugun bu davrada Baxtiyor akamni eng ko'ngliga yaqin insonlar kelgan. Shuning uchun qanaqaki qo'shiq bo'lsa, ashula bo'lsa, suhbat bo'lsa bemalol kelib so'rayverasizlar. San'atkorlar bugun juda ko'p, ustozlar bor, hamkasblarimiz bor. Bir boshdan navbati bilan aytib beraveramiz, so'z navbati bilan, ashula navbati bilan. Kimlar kerildilar kibru havoga, kimlar berildilar kayfu safoga, kimlar hirs qo'ydilar mol va dunyoga. Menga dunyo emas, do'st yorg'an emas. Shuning uchun Baxtiyor akam uchun aytib beramiz shu ashulani. Qolganini sizlar bilan maslahat qilib, nima so'rasanglar shuni aytib beraveramiz. Marhamat. Kimlar kerildilar kibru havoga, kimlar berildilar kayfu safoga, kimlar hirs qo'ydilar mol-u dunyoga. Menga dunyo emas, do'st yorlar emas. Kimlar hirs qo'ydilar mol-u dunyoga. Menga dunyo emas, do'st yorlar emas. Menga dunyo emas, do'st yorlar emas.
Tursunlar menga dunyo emas, do'st yorlar emas. Menga dunyo emas, do'st yorlar emas. Allohga banda kimlar shoh libosda, kimlarda janda, shohiga da'vo ketar bir xil kafanda. Menga dunyo emas, do'st yorlar emas. Menga dunyo emas, didordan emas. Bo'lsin deb ko'proq mazida usyonan bo'lamiz yiroq. muqaddas o'bir quyoshki yerini yo'qotmas. Baxtimizga bor bo'lishsin barchasi, biz farzandlar ularning yurak parchasi. Yana bir zot bor ulug' bir taxtda, bu galgi so'zimiz otalar haqida. Eslasak bolalik chog'larimizni otamiz yopardi, ko'p ayblarimizni. Mushtipar onamiz xo'p zorlansa-da, qochib qolgan bo'lardik o'yin parlada. Qo'rqitgach bo'lardi, biz kelgach qaytib, seni bermasammi otangga aytib. Tog' tutib turgani kabi lolani, ota salobati bosar bolani. Har ishni gunohi savobi bo'ladi.
va unga har kimning nigohi bo'lar. Elning nazariga noildir har ish, kimdir olqish olar, kim esa qarg'ish. Qattiq gapirmadim, tilimni tiydim, chunki men ham otalik rizosin bildim. Bugun ana shunday hurmatli ota-onalarimiz uchun bir chiroyli xonishlar bo'ldi. Ilohim umrlar uzoq bo'lsin. Yuqorida aytib o'tganlarimizning bugungi mana shu fayzli dasturxon atrofiga aziz mehmonlarimiz qatorida mana ustozlarimiz ko'pchilikni tashkil qiladi. Qolaversa, elimizni, yurtimizni, xalqimizni ardog'idagi aziz ustozlarimiz davramizda ishtirok etyapti va biz ham mana shunday bir chiroyli elimiz, xalqimizni yaxshi kunlarda xizmat qilishimizga o'zlarini ulkan hissalarni qo'shib qanotlarga olib kelayotgan ustozlarimiz mana shu davramizda ishtirok etyapti. Bugun Samarqand elida o'zini bir chiroyli hurmatiga ega bo'lgan, nafaqat Samarqandda balki respublikada o'zini bir chiroyli o'rniga ega bo'lgan ustozimiz, qolaversa Baxtiyor tog'amni do'sti, sirdoshi, qolaversa bugun kasbdoshi, mana shu akalari bugun bizni ustozimiz Abdunab akam To'xtayev mana davramizda ishtirok etyapti. O'zlarini bir chiroyli kollektivlari bilan bugun elimizni, xalqimizni xizmatiga borar ekanmiz. Mana shu insonni yordami uchun, qolaversa mana shu insonlarning qanotida bo'lganimiz uchun elimizni, xalqimizni xizmatidamiz. Demak, ana shunday hurmatli ustozlarning tabriklarini eshitamiz. Marhamat. Rahmatlar, rahmat. Assalomu alaykum hurmatli mehmonlar, mezbonlar. Endi mana shu hatana ba'zi mudohana mana shu bugungi mana shu bo'limi Baxtiyorning ramziy xonadoni deb bilamizda. Aytiladigan har bitta tilaklar Baxtiyorning sha'niga. Men maqomchi yigitlar deb aytiraman. Bitta kelsin maqomchi yigitlar. Eshitdik xabar. Umr oqar daryo. Umrni qancha o'tganligini sezmay ham qolamiz, lekin ko'ngil yoshligicha qolaveradi. Bundan 35 yilcha avval Zafar aka. 35 yilcha avval Pazdarg'om tumanida madaniy uy direktori bo'lganman. Shu paytda to'ylarda Baxtiyorni ko'rdim men. Butun ovozi butun, ko'rinishi bor. Ishga taklif qildim. Endi to'y boshlovchilik boshqa, sahnada boshlovchilik boshqa narsa mutlaqo. Baxtiyor madaniy uyga kelishdi. Ishlaymiz. Men bugungi kungacha mana shu Pazdarg'om tarixida ovozi butun, sahnaga yarashadigan, sahnada ham tadbirlarni, konsertlarni chiroyli qilib olib boradigan ikkita boshlovchi ko'rganman. Bu borga bittasi Bahriddin aka. Ikkinchisi Baxtiyor. Mana endi Baxtiyor bizdan rahmatulloh Bekzod yaxshi butun yigitlar chiqib kelyapti. Baxtiyorning elga tanitgan narsa so'z. Baxtiyor so'z ustasi. Anondan keyin Baxtiyor Samarqand televideniyasida ko'p yillar birga ishladi. Mana televideniyada rejissyor ham keldi, Alisher aka bitta ko'rining, keling bu yoqqa. Sizning fatingiz bor. Hamma gapni aytmayman lekin. Samarqand televideniyasi rejissyori Baxtiyor akalar juda ko'p yillar birga ishladi. Bundan keyin Baxtiyor o'zbek konsertida ishladi, viloyatda. Filarmoniyada ishladi va Samarqand maqom ansambli tashkil bo'lgandan keyin Samarqand maqom ansambliga birgalikda ishlaymiz hozir. Samarqand maqom ansamblining bosh administratori. Mana shu yigitlar bilan Akobka, endi Baxtiyor haqida nima deyishim mumkin? Baxtiyor inson. Baxtiyor yaxshi ota. Baxtiyor chin do'st, sodiq do'st. Baxtiyor ijodkor inson. Bundan ortig'i menimcha o'zi ortiqcha. Mana shu ta'riflarni o'zi yetib ortadi. Zafar aka shu bir payt ijodkorda biz keling. Bahodir kelingsiz. Ijodkor. Bir payt emas, shu yaqinda Zafar aka uyda albom qo'lga tushib qoldi, albom vaqt topib albomni ko'rib bir narsa yozib keldi, she'r yozib keldi. Shuni Baxtiyorga tashlab berdim, Baxtiyor o'tmas qilyapti, aka shu she'rni bitta o'qib bering. Hozir shu she'rni bitta o'qib beraman.
demak eshitamiz. Bugun qo'lga olib eski suratni, eski do'stlarimni eslagim keldi. Hayolan minib olgan uchqur tulporim, maktabim Almata Shosh tomon yurdi. Shirin hayajonda bir esladim. Maktab davri xizmat, ishni o'qishni, beg'ubor do'stlarim, qadrdonlarim, afsus bilmayman-da badiiy o'qishni. Bilsaydim mabodo badiiy o'qishni har bir do'stga atab bitardim daston. Borini oshirib yo'g'ini yashirib, afsus daston bitish shoirga oson. Yillar oqib o'tar, suvni bilmabman. Bormisiz, omonmisiz qadrdonlarim, bor bo'ling, sog' bo'ling, doimo bo'ling. Eslashga arzugulik jonajonlarim. Sinfdoshim G'ayrat, shoir va erkin, xizmatdoshim Sirik, Kolya, Valentin, kasbdoshim Damirbek, Ziyod, Ahadjon, kasbdoshlarim Ishmurod, Baxtiyor, Omon. Tutash umrlar va tutash taqdirlar. Turli suhbatlarda uchratib bizni, bugun dalda berar shirin xotira, unutish mumkinmi? Ayting do'st sizni. Unutish mumkin. Meni og'ir kunimda, yaxshi kunimda mana shu yonimda turadi. Turadi, turadi. Umrni cho'qqiga benzashmas bekor. Yuqorilash mushkul, sirpanish oson. Razm solsam shitob sirpoqlik emas, shundanmi yurak og'rib sanchdi nogahon. Ko'zimga yosh keldi, qo'limda surat. Rahmatli bo'libdi do'stlar anchasi. Ne'matdan, g'urbatdan kimdir safarda bemorlanib qolibdi yana qanchasi. Mojotkor o'zingsan yaratgan Alloh, borlarini siyla, o'tganin rahmat. Umr bir do'stlarimda shudir tilagim, ayama saxovating o'zing beminnat. Do'stlarimning barini sanolmadim men. Sanasam bu yerga sig'maydi bari. Kechiring men deb bir gumroh do'stingiz, sizlarni sog'inyapman keksaygan sari. Endi aytdim-ku, Baxtiyor ijodkor yigit, mana Zafar aka ustoz, Bahodirjon bugun san'atkorlar ko'p, mana hozir Daliljon ijrosida chiroyli ashura eshitdik. Baxtiyor endi hozir so'z beradigan bo'lsa, mana shu babobchiliklarni hammasi gapirmoqchi. Qo'lida nimadir bor. Nimadir bor. Lekin shu asosiy akalardan ikki og'izdan so'z eshitib, keyin davom ettiramiz. Ya sizdan ustoz. Men barakali egalaridan bittasiman-da. Bu Yusuf ikamiz ham zavodskiy. Hali moziga qarab ish tutmoq xayrli deydilar deydi. Ana Abdulla edi o'tgan kunlar hamda. Hozir gapirishga tayyor emas edim-ku. Baxtiyor shu bizlarga havas qilib, bizlarni yetagimizdan ushlab san'atga kirib kelgan edi. Avval yaratganda inoyati bo'lgan-ku. Meni shogirdlarimning ichida Baxtiyor degangi menga predinisi kamroq. Bu xushomat emas. Meni yaxshi ko'rib bo'ladimi, yomon ko'raydi bu. Hali Daryo ham bir joyda tekis oqaraganda Nabijon bir joyda havas qilganlar ham bor. Inshaalloh. Balisa 40 kilodan balisa bo'lmasda Zafar degan hofiz bor ekan, bir ko'ray deb qishloqda yana. Mayli, hammasi yaxshi, xayrli bo'lsin. Baxtiyorni hali sulton suyagini xo'rlamas ekan deydi bu gapni. Aytishim joyida edi. Bobrat hamlam kelgan bir to'yga yana kaza ashulachilar bizlar tabrikka borib o'tirsak, Baxtiyor Zafar hoji Tursunovga navbat deydi. Ay, nima qildim desam, menga chiqara ular deydi, menga sizga. Menga chiqara ular deydi, menga sizga aytsin. Aysak, Bobrat hamlam aytadiki, og'zingda deydi, senda boshqa narsalar bor ekan, yo'q aka, endi siz ustozsiz. Keyin Bobrat hamdam taqangi darajaga yetish u kimga nasib qiladi, kimga nasib qilmaydi-yu. Bizlar bor-yo'q bir cho'nqaymishdan chiqqan bular bo'lmas hofizmiz. Yaratganga bergan shukrlar. Shunaqasini berib o'tirdi. Ustoz ko'rmaganmiz. Baxtiyor meni shogirdim, zavodskiy shogirdim. Baxtiyorjon,
gapirsa gap ko'p, gapiradigan kunimiz ham bugun. Shu hali olmish yil ekan. Nasib bo'lsa Muhammad payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam yoshlariga kirgan vaqtida Nabijon bilan men kelishamizda Bahodir bilan birgalashib bitta salat o'qib kelamiz. Kambag'alchilik qursin. Keyin shu 60 yilda Xudoyim taolo necha yil bergan bo'lsa meni kelinim bilan nevaralaringiz, farzandlaringiz bilan barchasini ko'rishni yaratgan o'zi mustajab qilsin. Umr yo'llaringiz porloq bo'lsin. Yana bir marta aytaman. Men Baxtiyorda qancha shogirdim borligidan bugun xursandman Abjon. Rahmat. Sog' bo'linglar. Hammani yaxshi kunlariga borish nasib qilsin. Ustoz Zafar Hoji Tursunovga chiroyli qarsak. Endi Alisher akaga so'z. Samarqand televizori juda uzoq yillardan beri rejissyor, bosh rejissyor Alisher aka marhamat. Rahmat. Baxtiyor aka bilan biz 6 yil birga ishladik televideniya sohasida. Yaxshi ko'rsatuvlar qildik. O'zbekistonda kelishuv shoular qildik. Ko'p shu aytishuvda ham shu boshida shu 2007-yil birga boshlaganmiz. Esingizda bo'lsa shu. O'sha endi mana yana shuni qayta tikladik. Mana yomon emas, kecha ko'rdingiz. Yigitlar qanchalik albatta bu insonni xizmati shu men jonli ijro qilganimda ham shu tashkil qilgan. Nabakamning xizmati katta. Bunaqa administrator bilan Samarqandda bitta ikkita bor-da. Administrator tashkilotchi odam ham san'atda ham nimani yaxshi tushunadi. Baxtiyor aka ham yaxshi administrator. Yaxshi suxandon, ovozlari yaxshi. Biz juda ko'p tijoratda, juda ko'p ishlar qilganmiz. San'atda birga ketib Barselonaga biz olib borganmiz to'ylarga. Tijorat to'g'ri ma'noda, to'g'ri ma'noda emas. Biz reklama agentствосida ishlardik. Televideniyaning agentствосida men boshqa o'sha administrator. Akam yaxshi inson. 60 emas, hozir 40 yosh ham bermaysiz-da. Shunaqa nimasi yaxshi. Juda xarakteri yaxshi. Shu bir xil paytlar jahli chiqadiki, bilan tushadi. Xarakterlar bor. Sog' bo'lsin, hamma vaqt bolalarning boshida, yangam boshida sog' bo'lib, uzoq umrlar ko'rsin, faqat yaxshi kunlarda kelib o'tirish bizlarga nasib. Sog' bo'ling. Endi gap cho'zilib ketgan bo'lsa, uzr, mana maqomchi yigitman, Badira bir maqom ansambini. Qolaversa mana xonandalarni hamma oldida tabriklaymiz. Endi Baxtiyorni bitta o'rtaga taklif qilamiz. Arzimas sovg'amiz bor. Qabul qilasizmi Baxtiyor? Yo'q bo'ladi, yo'q bo'ladi. So'nggi so'z o'rnida nima demoqchiman? 60 yoshga kirgandan keyin insonlar ruscha aytganda ikkinchi dihani, vторой dihani deydi, o'zbekchasiga ikkinchi nafas yo'li ochiladi deganda. Baxtiyorda ochildi tushunasiz. Ochildi. Kasal bo'lmang, sog' bo'l, omon bo'l. Mana do'stlaringiz soni bundan ham ko'paysin. Yaxshi insonsiz. Nasib bo'lsa 63 yoshingizda mana Zafar akam aytgandek, hojilik martabasi bilan payg'ambar yoshini kutib olish nasib. Yana bir bor tug'ilgan kun ko'ramiz. Salomat bo'ling. Rahmat ustozlar, salomat bo'ling. Kecha Damirbek bilan Orol Mirzoning konsertiga bordik. Baxtiyor uyimga kelib kambag'al. Yo'q, sen bilan uchrashadigan vaqt bo'lmadi-da. Endi shunaqangi Damirbekning konsertini ko'rib mazza qildik. Kecha u yerda hayajon bor edi. Bu yerda yana mazza qildik-ku, lekin kechaga charchoqni ta'siri ham bor-da bugun. Shunisiga shukr. Yaratganiga shukr. Xursandman. Endi sizlar mahkamchilar aytsin. Hali aytamiz bizlar bari. Inshaalloh birovga o'xshagan kelmaydi aytmasam janjal qiladi. Meni bitta og'am bor-da, og'am. Og'am qani og'am? Ha. Qayerga ketdi? O, Jumaloq. Keling.
Hozir Hojibom aytdi-ku, ustozim, akam, jigarim. Sulton suyagini qo'zg'adi. Mana sizda organizatsiya berasiz. Avvalambor assalomu alaykum. Aziz mehmonlar, mezbonlar. Mana bugun men uchun bir qadrdon bo'lgan inson. 20 yildan oshib ketdi. Akam deb qabul qilgandan beri meni ukam dedilar, oxiri jumalab qildilar. Galalarga qo'shmadimi sizni? Ya eng qizig'i farzandlari amaki deyishni boshladi. Amaki degani endi bu random ukaga kiradi. Har kimga ham amaki deymaydi. Iloyim, aka, o kungi ham har kim ham 60 yoshga kirmayapti. Bu bir haftalik gap, birga o'tirib, suhbatlashib, aka dedim, 60 yosh bu tabarruk yosh. Nima qilamiz? Men yo'q, bari siz men desam, biz yoningizda qavatingizda turamiz. Shu o'rtada Zafar akaga telefon qildik. Janjalga ham ro'yimiz bor lekin. Ha, sizga qo'l ko'targaniga bir emas ikkita mush chiqadi. Iloyim. Bu inson shunaqa bir san'atni shinavandasiki, hali predinni deydimi ruschasiga. Sodiq san'atga sodiq insonki, men 5 yil xotira kunini bazmini o'tkazganimda shunda o'ylab qarab, kimga dedim o'rta olib borishni bir mas'uliyatni kimga topshirsam ekan, shu insonni axtarib shu insonni oldim. Shu inson misol 5 yil davomida har bitta san'atkor desam o'tirib tur kim bo'lsa ham navbating kelsa chiqasan deydigan darajaga yetgan inson Baxtiyor akam bo'ladi. Viloyat bo'yicha gap o'tadi san'atkorlarga. Ya respublikadan kelgan hofizlar ham qo'rqib qolgan. Shunga aytyapman, hozir Eshonboyga aytdim. Boya nevaralar, singillar, jiyanlar chiqib rasmga tushdi. Bo'ldi, sanlar navbatiga o'tib, borib ketdi. Chiqarib yuboryaptilar-da, shunaqa insonlar. Iloyim aka, sizlarga aytaylik. Shu kecha tong 12 dan o'tib 1 ga o'tar paytda istoriya qo'ydim. Instagramga istoriya qo'ydim. Men 100 ga kirganimda yonimda bo'ling akam. Bravo. Hali birikda tushunmagan odamlar meni tabriklab yotibdi. Ay yo'q, men so'zni qarang dedim. So'zni bir o'zimizga bir qurol qilib olganmizda, o joyga kelganda, men 100 ga kirganda yonimda turing deymizda. Bu degani mendan salkam 6 yosh, 7 yosh mendan yoshlari ulug'. Yo, bu yoqqa 107 o'tilyapman-da. Bu yoqqa o'zi bir qiziqqon, men ham qiziqqonman. Shu berdi yomon degan insonni yoqasidan olgim keladi. Men nima qilaman, daringga Baxtiyorni yomon degan odamni deyman. Boya Alisher kelgan paytda aytdim, Alisher, shu bugun shu akamni so'kmang dedim-da. Akam bilan yomon aytishadi Alisher. Gashtakchilar ham o'zimiz akalar, Eshonboy, Qiyom aka, hamma o'zimiz akalar, Tolmas aka, Otabek. Bu insonlar bilan ancha o'tirganmiz. Yana o'tiramiz nasib bo'lsa. Aka, yaxshi kuningiz ko'p bo'lsin. Hamisha xursandchiligingizga sherik bo'laylik. Hozir tabriklar bor ekan, tog'a. Bundan keyin siz aytasiz. Yo'q. İnson el siylagan joyda shogirdlar izzatini aytadi, hammasi aytadi. Assalomu alaykum. Mana shu hozir farzandlar
yetgan bo'lsin. Ko'nglar yaxshi kunlar muborak bo'lsin. Yetkizganiga, berganiga, boriga shukr qilamiz. Ko'nglar muborak. Yuqoridagi o'tganlarga mana xohlaganimiz aytganlaridek bizga kirgan yo'llik ko'ylarni nishonlash nasib etgan bo'lsa bir chiroyli suratga tushganmiz. Ukalarimizdan iltimos qilamiz. Dard, dilkash, san'atdan baxtini topgan inson sifatida mana shu qo'shiqni tanladim aka. Aziz san'atim degan. Marhamat. Ko'zimga qatra yosh ilingan chog'lar Ko'rganlarga tilingan chog'lar Ayrlik azobi bilingan chog'lar Suyanchim sen bo'lding aziz san'atim Suyanchim sen bo'lding aziz san'atim Yog'imlardan sabri bitsa ham qalbimni qo'zg'olama sog'lab ketsa ham ishongan do'stlarim tashlab ketsa ishonchim sen bo'lding aziz san'atim ishonchim sen bo'lding aziz san'atim Telba dünya mani men kuygan solsa qarazli nigohlar yoqamdan olsa Telba dünya mani men kuygan solsa qarazli Turfa bana Köngülüm siyah kılsa Köngli karavla Sen oldun aziz san'atim San'atim kadrin ayt kimler bilir Köngli derdinden yarımlar bilir San'atim kadrini ayt kimler bilir
ko'ngli ishlaridan bilimlar bilur seni jondan sevgan baxtiyor bilur seni jondan sevgan nabijon bilur seni jondan sevgan karimlar bilur quvonchim sen bo'lding aziz san'atim yupanchim sen bo'lding aziz san'atim quvonchim sen bo'lding tayanchim sen bo'lding ishonchim sen bo'lding aziz san'atim tayanchim sen bo'lding aziz san'atim tayanchim sen bo'lding aziz san'atim rahmat assalomu alaykum hozir zakaz hali qo'shiqlar ko'payib qoldi keyinlar shu ozgina bir barchamizga yoqadigan bir inson Baxtiyor akam hammamizga bir do'st shu inson uchun shu qo'shiq shart ekan bugun shu aytishdimiz yurakdan his qilyapti buni bu inson do'stlikni ham qila oladi akalikni ham qila oladi ukalikni ham qila oladi iloyim hamisha mana shunday do'st bo'ling akalik vazifasini ajoyib bajarib kelayotgan inson bo'ling ukalik qiling akalik qiling iloyim yaxshi kunlaringiz ko'p bo'lsin kelgili jonu dilim kelgili jonu dilim sen meni yonimda tur yondan balki menim aylanar qonimda tur qani Baxtiyor akam o'zlari har yomonu yaxshi kunda balki imkonimda tur o'ngda tur yo so'lda tur do'st bo'lsang yonimda tur do'st bo'lsang yonimda tur do'st bo'lsang yonimda tur mana Baxtiyor akam do'stlari do'stga qaddim kulmas deydilar qavm kesa do'stga
do'stidan malu candım kessana hormadim gerçire kılım zarça bağlı yetsem hormadim gerçire kılım zarça bağlı yetsem Münafıkım dost bulup hainge güller salsam Mayli har ne ketsam dost bo'lsang yonimda tur dost bo'lsang yonimda tur dost bo'lsang yonimda tur Qayga bo'lsang yo'qsu maqtovchilar ham xo'p bo'lar hech qoqilma hech qoqilma gar qoqilsang g'iybatchilar to'p bo'lar munofiq ham soxta do'sting dushmaningdek bo'lar mayli har ne gap bo'lar do'st bo'lsang yonimda tur do'st bo'lsang yonimda tur do'st bo'lsang yonimda tur nozilar bazmida bazmida nozilar bazmida aytdilar mastona so'z tirbulik joningni olvay surmali mastona ko'z
sendan kelgili canımki sendan kelgili canımki sendan tinglayin dostona so'z qo'llarim tutsin qo'lingdan surtayin poyingi yuz bazm xilvat xona tuz bazm xilvat xona tuz do'st bo'lsang yonimda tur do'st bo'lsang yonimda tur do'st bo'lsang yonimda tur bu jahonda do'st yo'q deb bu jahonda do'st yo'q deb urma qilmoqda o'zni tavb ham haqni tavb deb Tangri bergan bir kitob haqni topsang do'stni topding do'st qidirsang haqni top zarrang joning bo'lsa bir g'arib ko'nglini top haq yo'lda qil salom haq yo'lda qil salom azizlar Baxtiyor akam bilan haq yo'lida ko'p savoblar qilganlar va eng qiziq o'zlari haq bilanlarda ham bor savobingiz ko'p ekan haq yo'lda qil salom do'st bo'lsang yonimda tur o'ngda tur yo so'lda tur do'st bo'lsang yonimda tur do'st bo'lsang yonimda tur do'st bo'lsang yonimda tur do'st bo'lsang rahmat, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Akam uchun shuncha baqirsam ham ovozim ham tugab qolmayapti-da. Iloyim, yonimizda bo'ling, hamma yonimizda. Yukil yerda qolmag'ay, qatoringlar nor bo'lsin.